Ovqatimiz moshxo'rda bo'ladi. Piyozlarni to'g'rab qo'ydim, qiyma qilib qo'ydim. Kartoshkalarni sabzi bilan maydalab yuboraman. Hammasini tayyor qilib qo'ydim. Hozir qozonga hammasini sovurib qovurib yuboraman. Mana kesadigandek kesdim. Bilasizlarmi, kulinar emasman, doktorman, lekin ovqat tayyorlashlarni, bolalarimga ovqatlar tayyorlashni juda ham yaxshi ko'raman. Hozir moshxo'rdan boshlab yuboramiz. Bismillah aytib. Ular moshxo'ralik bilan to'g'rilab qo'ydim. Piyozni chiroyli qizartirib olamiz. Ana undan keyin qiymani sovuramiz. Rikada bo'lsa sovursanglar, nima ham bo'ladi? Yog'lar sovursizga tuzlaymiz, qizartiradigan keyin sovuramiz. Chunki bular sovuramiz. Qizartiradigan. Endi esa kartoshka solamiz. Kartoshkalar bilan sabzilarni ham sovurdim. Yaxshilab qizartirib qovuramiz. Yaxshilab qizarib oldi. Endi esa moshimizni solamiz suv bilan. Suvni to'ldirib solib qo'ydim. Hozir moshxo'rlarimiz qaynab turibdi. Moshlarimiz qo'shilib oldi. Endi bemalol guruch solgan bo'ladi. Guruchni yuvib soldim. Tuz soldik, guruch soldik. Endi bitta aralashtirib yuboramiz. Moshxo'rdamizni. Guruchlarni solib, moshxo'rdamiz rangi shunaqa chiroyli chiqadi. Moshqanday guruchlarimiz ham yetilib. Hammamiz tayyor. Shunaqa chiroyli chiqdi. Yo'lari ham yo'qqina.